Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Navbatdagi darvozamizni Asaka tumani Toshtepa qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari bo'yi 4 metr bo'lgan, eni 3,5 metr bo'lgan. Darvozamizni chetlari shivillar qo'yib berganmiz. 12 ga 5 lik rossiyskisidan, taglari krugli aylanasi polni 12 ga 5 lik bo'ldi. Xudo xolasa, darvozamizning materiallari alohida eshiklari, kalitkalari 5 lik neobraznoydan bo'ldi. Darvozamizning rama qismlari, karkas qismlari qalinligi 7 sm, yuza ko'rinishi 13 sm bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek ichlari gul qismlari 5 lik neobraznoydan qilib berganmiz. Hop, darvozamizning общий summasini 23 million so'mga baraka qilganmiz. Olib kelib, olib borib o'rnatib berish, ustanovka, dastavka hamma yo'q ichida bo'lgan. Kvadrat metrini 1 million 700 ming so'mdan tayyorlab berdik. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.